Bir kuni ikki askar shahardan uzoqqa bir vazifa bilan jo'natilibdi. Jazirama issiq kunda iloji yo'q yo'lga tushishibdi. Yo'lda ikki so'qmoqqa duch kelishibdi. Bir-birlariga hayron qarashibdi. Shunda yo'lda qari bir mo'ysafid paydo bo'libdi. U mana bu ikki yo'lni masofasi bir xil, ammo ko'p jihatdan bir-biridan farq qiladi debdi. Birinchi yo'lda tartib intizom yo'q. Bu yo'lda qoidalar yo'qligi sabab erkin yurasiz. Bu yo'lda xalta yoki qurol ko'tarib yurishga hojat yo'q. Bu yo'lda harbiy intizom yo'q. Aksincha, bu yo'lda soxta tinchlik va erkinlik bor. Manzilingizga hech qanday qoidalarga amal qilmay yetib borasiz. Ikkinchisida esa harbiy intizom bor. Bu yo'lda ma'lum bir og'irlikdagi har qanday dushmanni mag'lub eta oladigan qurol va materiallar solingan sumkani olib yurish majburiy. Ikkinchi yo'lni tanlasangiz, manzilga eson-omon yetib olasiz. Bu yo'ldan yurganlarning 10 dan 9 tasi ajoyib sayohatdan foyda olishgan. Ammo birinchi erkinlik yo'lini tanlasangiz, u yerda hech bir foyda topmaysiz. U yo'l tinch emas. Askarlar cholni diqqat bilan tinglashdi. O'zlari uchun qaror chiqarishdi. Bir askar ikkinchi yo'ldan, ikkinchisi esa birinchi yo'ldan ketdi. Ikkinchi yo'lni tanlagan askar qurol aslahalarini ko'tardi. Og'ir yukni ko'tarishiga to'g'ri kelsa-da, undan 1000 barobar og'ir bo'lgan ruhiy og'irlikdan xoli edi. Uning ko'ngli xotirjam edi, chunki unda kerakli narsalar solingan xaltasi va dushmanlarga qarshi quroli bor edi. Axir u askar edi-da. Undan tashqari muhim topshiriq bilan jo'natilgandi. O'zini o'ylab topshirig'ini tashlab qo'ya olmasdi. Ikkinchi askar hammasidan ko'ra qulaylikni sevardi. Qoidalarni yomon ko'rardi. Shu sabab u birinchi yo'lni tanlaydi. Og'ir qurollarni ko'tarib yurishni tark qilgan bo'lsa ham, ammo qo'rquv iskanjasida qolganini his qilardi. U yo'lidan chiqqan har narsadan va har kishidan xavfsiraverdi. Xuddi tilanchiga o'xshab qoldi. Chunki shaharga yetib borganida unda na kuch qolgandi va na himoya. Afsuslardan charchagandi. Burchidan yuz o'girgani uchun jazolandi. Bu paytda esa topshirig'iga sodiq qolgan askar uni qo'rquvsiz ado etdi. Yo'l oxirida esa unga katta sovrin berildi. Video boshida tug'ilgan savollarga javob topishimiz mumkin. Hikoyadagi ikki askar, biri Allohning buyruqlariga bo'ysunib ibodatlarni qiladigan, ikkinchisi esa bo'ysunmay ibodat qilmay yuradigan kishi timsolidir. Ularning hayoti bizning hayotimizga o'xshaydi. Xalta va qurol ibodat va taqvodir. Ko'p bo'lmasa ham ibodatning qiyinchiligi bor. Ammo ibodat qiluvchi kishining ruhida ulkan xotirjamlik bor. Uning barcha muammolari, qo'rquvlari hammasi yo'q bo'ladi. Chunki ibodatgo'y kishi ibodatlarida mana shu so'zlarni eslaydi. Hamma narsani Alloh yaratgan va rizqni ham o'zi beradi. Uning qudratiga teng keladigani yo'q. U meni ko'radi, eshitadi va yaxshi ko'radi. U hikmatli zot. Uning yordamidan foydalirog'i yo'q. Hech qaysi muammo uning rejasidan buyuk emas. Yaxshilik ham, yomonlik ham undan keladi. Men Allohga ishonaman. U olamlar parvardigori. Mana shuni kuniga 5 marta eslagan kishi har qanday qiyinchilikka bardoshli bo'ladi. Odamzod juda ko'p narsaga muhtoj, lekin o'zini ular bilan ta'minlay olmaydi. Minglab qiyinchiliklarga duch kelamiz, ammo kurashishga kuchimiz yetmaydi. Istaklarimiz, xohishlarimiz va muammolarimiz sanoqsiz. Shunday zaif va muhtoj maxluqot faqatgina ibodat va Allohga ishonish bilan baxtli bo'lishi mumkin. Allohga ibodat qilishni qiyin deb bilib, uni tark etgan kishi o'zini noto'g'ri yo'lda aldab yurgan bo'ladi xolos. Axir inson abadiy yashamasa, unda qanday qilib erkin bo'lishi mumkin? Hatto hayotimizda ham biror kichik falokat yuz bersa, darrov undan qochamiz. O'zimizni og'ir vaziyatga qo'yishni istamaymiz. Boshqa tomondan esa
Agar kichik bir foyda keladigan imkoniyatni ko'rsak, darrov undan foydalanamiz. Nega ibodatda ham shunday qilmaymiz? Axir hamma narsaning yaratuvchisi Alloh bilan samimiy aloqa qurib, hayotni ibodatda o'tkazgan yaxshi emasmi? U dunyoyu bu dunyoda baxtli bo'lish siri ibodat qilish va Allohning quli bo'lishda emasmi? Mana shu payt quyidagi savol tug'iladi. Ibodatning maqsadi va ahamiyatini tushundim. O'zi ibodat cheksiz qudratli Allohga kerakmi? Bilasizmi? U bizning ibodatimizga muhtoj emas. Albatta Alloh bizga ham ibodatimizga ham muhtoj emas. U bizdan o'z foydasi uchun emas, bizni foydamiz uchun ibodat qilishni so'raydi. Chunki ibodat o'zimizga kerak-da. Axir ruhiy kasal bo'lsak, ibodat ruhiy jarohatlarimizga suriladigan malhamdek bo'lsa. Masalan, bolakay kasal bo'lsa, doktorga boradi. Doktor unga kerakli dorini bersa, bolaning doktorga qarab, "Bu dorini ichishim siz uchun zarurmi?" deyishi qanchalik to'g'ri? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q albatta. Chunki dori kasal uchundir, doktor uchun emas. Va Alloh bizdan ibodat qilishni so'raydi. Chunki u qalblarimizni davolaydi va bizga xotirjamlik beradi. Umuman olganda qudratli Allohga hech nimani keragi yo'q. O'zi hammasini yaratgan bo'lsa, nega ularga muhtoj bo'lsin? Yana bir savol tug'ilishi mumkin. Agar Allohga ibodatlarimiz kerak bo'lmasa va u ibodatni bizga o'z muhabbatidan ato qilgan bo'lsa, unda nega jahannam azobi bilan qo'rqitilishimiz kerak? Inson zoti mukofot va jazo strukturasiga moslab yaratilgan. O'ylab ko'ring. Maktablarda, universitetlarda va ish joylarida mukofot va jazo sistemasi doim ishlaydi. Masalan, maktabda a'lo bahoga o'qiganlar uchun maqtov yorliqlar beriladi. Yaxshi o'qimaganlarga esa jazolar bor. Shu sabab o'quvchilar darslarda intizomli bo'lishadi. Universitetlarda ham shunday. Ishxonalarda ham namunali ishchilarni lavozimi oshiriladi, ishlolmaganlari ogohlantiriladi yoki ishdan bo'shatiladi. Bu intizom odamlarni ushlab turish uchun muhim. Alloh ham ibodatlarimizga e'tibor berishimiz va jiddiy bo'lishimizni qattiq uqtiradi, buyuradi. Ana shunda dunyo hayotining jiddiy ekanligini bilamiz. Hukmdor o'z odamlari haqqini himoya qilishni istaydi. Shuningdek, ularga ziyon yetkazganni jazolaydi. Xuddi shuningdek, ibodatlarni tark etgan kishi ham Allohning mahluqotlariga zulm qilmoqda. Chunki u ulardagi ulug'vorlikni, zikrni va ma'noni ko'ra olmayapti. Alloh esa bunday yovuzlikka jazo berish uchun maxsus joy bor demoqda. Masalan, ibodat qiluvchi kishi bu olamga Allohni tanitadigan ochiq kitob deb qaraydi. Ammo ibodatlarni tark qilib Allohni unutgan kishi esa Allohni tanitish uchun koinotning unga qarab qichqirayotganini ko'rmaydi. Shunda u koinotga ma'nisiz va bo'sh narsadek qaray boshlaydi. U uning ibodatini, majburiyatini va zikrini tushunmaydi. Agar tekis saf tortib, qo'mondonning buyrug'ini kutib urushga tayyorlanib turgan askarlarga sizlardan foyda yo'q, maqsadingiz ham majburiyatingiz ham yo'q, sizlar askar emas, ko'cha daydilarisiz, hatto askar ham emassiz desak, albatta ularni haqorat qilayotgan bo'lamiz. Xuddi shuningdek, bir kishi ibodat ham qilmaydi, koinotdagi mahluqotlarning ibodatini ko'rmaydi, eshitmaydi va bularni bekordan bekorga yaratilgan va ma'nisiz deb o'ylaydi. U ularning qadrini tushunmaydi. Bu bilan esa ularni haqoratlagan bo'ladi. Mahluqotlar esa uning ustidan shikoyat qiladi. Alloh esa bunday adolatsizlikka chek qo'yish uchun bandalarini jahannam bilan ogohlantiradi. Oxirida esa adolat bilan jazolaydi. Bu jahannam hikmatlaridandir. Xuddi tana suv, kislorod va ozuqasiz yaxshi ishlay olmaganidek, ruh va qalb Allohning zikrisiz yaxshi ishlamaydi. Ruh va qalb u bilan gaplashmay, unga ibodat qilmay va eslamay yashay olmaydi. Kim bilsin, balki ichingizdagi charchoq, ruhingizni egallab olgan tushkunlik, balki bular ruhingiz kislorodsiz qolayotganidan darakdir. Boshqa qismlarni ham ko'rishni unutmang. Ularning bari Risola-i Nur kitobidan ilhomlangan.